ishni boshqarishni o'rganamiz. Obuna bo'ling. Hammalarga salom. Bu videoni juda ko'pchilik kutganda, bilasizlar, 2 kun oldin video chiqargandim. Qanaqa qilib onli tush ko'rish mumkin? Ya'ni odam tushida tush ko'rayotganini bilib, ssenariylarni qanaqa qilib o'zgartirish mumkin? Bugun o'shani sizlarga 3 kunlik mashq beraman. O'sha 3 kunlik mashqni bajarasizlar, 100% o'xshaydi. Men bo'ynim bilan emas, kallam bilan javob beraman bu narsaga. Video boshlanishidan oldin shuncha qilgan mehnatim uchun birdan like bosib qo'ying. 100% o'xshaydi. Va kommentda 3 kundan keyin sizda 100% men shu kommentda kutib qolaman. Birinchi shartim, sizga beradigan shartim, har kuni uyqudan turasiz, har kuni ertalab uyqudan turganingizda 3 kun davomida nima tush ko'rganingizda eslang. Har kuni 3 kun davomida 100% eslang. Ikkinchi shartim, obed bo'ladimi, kechqurun bo'ladimi, kuniga maksimal darajada 5 marta o'zingizga ayting o'sha gapni. Men bugun uxlagan paytimda aniq tushimda o'zim boshqaraman. Ssenariyni o'zim o'zgartiraman. Aniq o'sha gapni ayting, 100% o'xshaydi. Uchinchi eng kerakli shartim, har kuni uxlashingizdan oldin bilaman, sizlar hozir to'lqa telefon ko'rasizlar. O'sha telefonni qo'yib, odam endi uxlashga yotadi-yu, atiga bir 4-5 marta ayting, bugun tushimda o'zim boshqaraman. Bugun tushimni o'zim boshqaraman. Kuniga o'sha aytgan shartlarimni 3 kun davomida bajarsangiz 100% o'xshaydi. O'xshagandan keyin iltimos kommentga yozib ketinglar, negativlar kerak emas menga. Oldindan kattakon rahmat. Davay, sinab ko'ringlar lekin.